Keldiyor ismining ma'nosi. Ushbu Keldiyor ismi asosan o'g'il bolalarga qo'yiladi va ikki o'zakdan tashkil topgan ism hisoblanadi. Bu ism keldi turkiy xalqlarda dunyoga keldi. Farzand keldi ma'nosida ishlatilsa, yor turkiy va forsiy ta'sirli an'anada sevimli inson, yaqin kishi, hamroh ma'nolarini anglatadi. Shu sababli Keldiyor xalqona o'zbek ismlariga xos bo'lib, kelgan sevimli farzand, quvonch bilan kelgan yor kabi ma'nolarda talqin qilinadi.